Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shizofreniyaning epidemiologiyasi haqida tanishib o'tamiz. Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti statistik ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo aholisining taxminan 1% shizofreniya xastaligiga chalinganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu chalinishni qit'alararo yondashib ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng katta qismi Osiyo qit'asiga to'g'ri keladi. Osiyoda Xitoy, Hindiston, Indoneziyani hisoblaydigan bo'lsak, Xitoyda 27%, Hindistonda 23% va 9% Indoneziya hisobiga to'g'ri keladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida butun AQShning aholisini 608% ni tashkil etadi. Xitoy, Hindiston, Amerika Qo'shma Shtatlari, Indoneziyani qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, 50.7% ni tashkil etmoqda. Avstraliya qit'asida har 100 ming nafar aholiga 38 nafarga to'g'ri keladi. O'zbekistonda ochiqlangan ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, 0.3%, 0.4% aholimiz shizofreniya xastaligiga chalingan va 2018-2021 yillarda kuzatilganda bu ko'rsatkichning biroz pasayganligini kuzatishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.